Kichik tirnoq plastinka problema emas. To'g'ri texnika bo'lsa, natija ideal. Mijozimning tirnoq plastinkalari kichikroq edi. Shuning uchun narashni qilishga qaror qildik. Avvalo tirnoqqa forma berdim. Plastinkani yengil bafiklab oldim. Kutikulani itarib, plame freza bilan tozaladim. Sharik freza yordamida ko'tarilgan kutikulani ehtiyotkorlik bilan kesdim. Bu bosqichda shoshish mumkin emas, chunki natija shu yerdan boshlanadi. Tirnoq changlarini penka bilan tozalab, baza surdim. Endi eng qiziq jarayon. Verniy formada narashini, gelni formaga yaxshilab yoydim, tirnoq plastinkasiga joyladim. Mini LED fonar bilan fiksировать qildim. Qo'lni ag'darib, tagini tekshirdim. Yetishmay qolgan joylarini to'g'rilab, LED lampaga qotirishga yubordim. Eng yoqtiradigan moment verniy formani yechish. Forma yechilgach, tirnoqqa aniq forma berdim. Ortiqcha joylarini tozalab, tagini tekisladim. To'p surildi va natija tayyor. O'z tirnog'ingizdek yupqa, tabiiy va chiroyli. Verniy formada qilingan narashni ko'zga tashlanmaydi, lekin sifat seziladi.